Assalomu alaykum qadrdonlarim. Seni sevaman dema his ettir kitobining davomini o'qiymiz. Ayol va uning hislari. Sevadigan ayolning qalbi jannatning kirish eshigidir. Jannat onalar poyida ekanini sababi ham shudir balki. Ayol kelsa ham ishq, ketsa ham ishq. Sevishning eng go'zal tarzda amalga oshira olgan ayollarning sevgisini nafratga aylantirgan erkaklar bor. Sevgan insoni uchun hech bir fidoyilikdan qochmagan ayol intiqomni har safar o'z sochlaridan oladi. Zotan har bir ishqning intihosida uqubat ayol giriftor bo'ladi. Xo'sh, nega ayollar bunday qiladi bilasizmi? Bir paytlar jonidan ortiq sevgan insoniga oid bo'lgan narsalar ortiq unda qolmasligini istaganlari uchun. Ayolning sevgisini nafratga aylantirmagan erkak sevishni yaxshi biladi. Sevish nima ekanini biladigan erkak ayolning qadrini ham yaxshi biladi. Sevishni biladigan ayol va egalik qilishni biladigan erkakdan yaxshiroq juft bormi? Go'zal ayol sevgan insoni uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan ayol. Ko'rkam erkak esa sevgan ayoli uchun har ehtimolni e'tiborga oladigan erkakdir. Sevgan insoni uchun harakat qiladigan ayolning sevgisiga to'yib bo'lmaydi. Sevgan ayoli u uchun harakat qilishini ta'minlay oladigan erkakning ishqiga ham. Sen qilayotgan harakatlarga munosib bo'lgan erkak edim, ammo ko'ngling tarozisi meni tashiy olmadi yoki ko'tara oladigan kuchga ega emas edi yoki men senga egalik qila olmadim. Men senga atab she'r yozdim. U bilan kunda 2 mahal ishqni his qil. Qalbimning dardini senga so'zlamoq, o'zimni senga bag'ishlab to'kmoq naqadar g'ayritabiiy. Yo'qdir xabari hech bir kimsaning, sassiz hazm etdim sening ketishing. Kimsasiz sevganim kabi, agar bir kun qalbim azobini boshqa bir qalbda his etar bo'lsang, shu onda anglaysan meni. Shu onda kelaman xayolingga seni.